Sizlar bilan to'xtalib o'tadigan navbatdagi mavzuyimiz bular malformatsiyalar. Demak, birinchi malformatsiyamiz bu Chiari 1 yoki Chiari 1 malformatsiyasi. Bunda nima bo'ladi? Bunda foramen magnumdan, ya'ni katta teshikdan, bosh miya asosidagi katta teshikdan mana bu miyachani tonzils, ya'ni bezsimon tuzilmalari pastga tushib qoladi. Ya'ni normada teshikdan pastga tushmaydigan narsa pastga tushib qoladi va bunda nima bo'ladi? Bu ko'pincha yosh bolalarda asimptomatik, ya'ni hech qanday simptomlarsiz kechadi, ya'ni belgilarsiz kechadi bolalik paytida. Lekin katta bo'lgan sari, yosh o'tish sari, ya'ni voyaga yetganda unda bosh og'riqlari, headache va miyacha simptomlari yuzaga keladi. Odatda nima bilan bog'langan bu Chiari 1 malformatsiyasi? Bu o'sha orqa miyani ichida, ya'ni bo'shliqlar, o'ziga xos bo'shliqlarning paydo bo'lib qolishligi, ya'ni spinal cord cavitations, misol uchun syringomegaliya degan bunaqa o'sha bo'shliq bor, ya'ni bo'shliqli nuqson bor. Shu bilan birgalikda bog'langan holda keladi. Bu Chiari 1 malformatsiyasi edi, ya'ni Chiari 1 malformatsiyasi edi. Keyingisi bu Chiari 2 malformation. Ya'ni bu ham downward displacement hisoblanadi, ya'ni pastga tushuvchi displacement hisoblanadi, ya'ni ko'chish, pastga tushuvchi ko'chish demoqchida endi. Bu ham cerebellumda, ham miyachani va birgalikda medalla, ya'ni uzunchoq miyani qo'shilgan tarzda, ya'ni ikkalasi ham ikkita struktura tushadi bunda. O'sha foramen magnum orqali pastga tushib qolishligi. Va bunda nima bo'ladi? Bunda o'sha suv yo'llari berkilib qolishligi hisobiga cerebral spinal fluid, ya'ni shu bosh orqa miya suyuqligi o'ta olmaydi, ya'ni harakatlana olmaydi o'zini yo'lida va bu non-communicating hydrocephalusga, ya'ni non-communicatlashgan, ya'ni aloqasiz gidrosefaliyaga sabab bo'ladi. Ya'ni aloqa buzilgan tarzdagi gidrosefaliyaga sabab bo'ladi. Albatta o'sha aloqa degan ma'nosi, buni aloqa degan ma'nosi haligi suv o'tish yo'li aloqasi, ya'ni bitta o'tish joyidan ikkinchi joyga bo'lgan aloqani buzilishi hisobiga yuzaga keladi. Bu albatta ikkita struktura tushib qolyapti bu joydan. More severe, ya'ni og'irroq bo'ladi Chiari 1 ga nisbatan va endi og'irroq bo'lyapti. Bu endi bolani o'sha hayotini erta davrlarida yuzaga keladi. Ya'ni boshida asymptomatic kechmaydi, ya'ni simptomlarsiz kechmaydi. Odatda bolani ilk hayot davrlarida kuzatiladi o'ziga xos simptomlar bilan va bu simptomlar disfagiya, stridor, apnoe va limb weakness. Shu simptomlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni yutinishda muammo bo'ladi, nafas olishdagi muammolar bo'ladi yoki nafas ola olmaslik yoki bo'lmasam o'sha limb, qo'l, oyoqlarni kuchsizlanishi kabi muammolarga duch keladi va bu ham o'z navbatida qaysidir bitta kasallik bilan associated, bog'langan tarzda keladi va bu shu tug'ma nuqson mielomeningocele, o'tgan darsda o'tganmiz biz. Shu tug'ma nuqson bilan birgalikda uchraydi. Keyingi nuqsonimiz, keyingi malformatsiyamiz bizda Dandy-Walker malformation. Dandy-Walker malformatsiyasi. Bu endi agenesis deyapti. Agenesis so'zi bizda o'sha genezis, ya'ni tug'ilishning yo'qligi, rivojlanishning yo'qligi. Cerebellar vermis degani bu miyachaning chuvalchangsimon o'simtasi. Shu chuvalchangsimon o'simtaning bo'lmasligi, rivojlanmay qolish nuqsoni hisoblanadi, malformatsiyasi hisoblanadi va natijada bizda cystic enlargement of fourth ventricle, ya'ni 4-qorinchaning shu sistik kattalashib ketishligi kuzatiladi bunda. Endi va natijada bu o'sha bosh miya asosining mana posterior fossani, ya'ni orqa chuqurini to'ldiradi.
va bu ham o'z navbatida non communicating gidrocephalosga, ya'ni gidrosefaliyaga sabab bo'ladi. Hamda spina bifida degan o'sha neural tube defects borda, ya'ni bu spina bifida bilan birgalikda bog'langan holda associated bo'lib keladi, ya'ni birgalikda uchraydi shu. Va mana bizda TRE1 malformation, rasmga qarasalaring TRE1 malformationi, bunda o'sha miyachani cerebellar tonsils, ya'ni bessimon tuzilmalari tushgan va mana bu birgalikda associated bo'lib kelgan tuzilma bu syrinx, ya'ni orqa miyada o'sha bo'shliqsimon sistik tuzilma paydo bo'lib qolgan. Ana endi syringomegaliya bilan alohida shu kasallik haqida to'xtalib o'tamiz. Bu ta'rifi bo'yicha fluid filled gliosis lining, ya'ni shu gliozlashgan, ichi suyuqlik bilan to'lgan bo'shliq va bu spinal cordda, ya'ni orqa miyani ichida joylashgan. Mana bu yerda yellow arrows in, ya'ni yellow arrow sariq anaqa ko'rsatkichlar bilan ko'rsatilgan deyapti. Mana bu yerda o'sha syringomegaliya syrinx uchrayapti. Demak, fibers crossing in anterior white commissure, ya'ni tolalar deyapti. O'sha mana bu orqa miya bo'lsa, shuni mana anterior white commissure, mana bu yerda tolalarni kesishadigan anaqa joyi bor va bu joy spinothalamic traktga kiradi. Ya'ni aynan shu komissura, ya'ni shu kesishmada spinothalamic trakt joylashgan va bu odatda mana bu syrinx, ya'ni o'sha biz aytib o'tayotgan bo'shliq bo'lsa, shu komissurani mana bu yerda ezib qo'yadi va ezib qo'yishi natijasida o'ziga xos syringomegaliyaga xos bo'lgan simptom belgilar yuzaga keladi. Demak, imini bizda cape like deyapti. O'sha cape like, buni tarjimasi hozir esimdan chiqdi. Shu simptomga o'xshash pain, og'riq va temperaturani yo'qolishi bo'ladi va u bilateral bo'ladi. Upper extremity, ya'ni syringomegaliyada anterior shu white commissure, ya'ni spinothalamic traktni syrinx ezib qo'yganligi hisobiga, damage qilganiga hisobiga, ya'ni shikastlagani hisobiga ikki tomonda yuqori extremity, ya'ni yuqorigi qo'l va oyoqda yoki tananing yuqorigi qismida o'sha og'riqni, temperaturaga nisbatan sensatsiyani, ya'ni sezishni yo'qolishi yuzaga keladi. Va bu mana bu shikastlanish deyapti, as lesion, bu kattalashishi mumkin va kattalashish natijasida mana bu oldingi joylashgan shoxlarni ham demak shikastlab qo'yadi. Ya'ni yanada o'ziga xos simptomlarni, yanada shu og'irroq simptomlarni keltirib chiqaradi. Demak, syrinx bu grek tilidan olingan bo'lib, tube, ya'ni haligi turbaga o'xshagan narsa, tube, ya'ni nay degan narsani anglatadi. Ya'ni syringe bu haligi shpris degani o'zbek tilida. Demak, most lesion occur between, ya'ni odatda eng ko'p bu bo'yinni ikkinchi shu bo'yin umurtqasidan T9 gacha, ya'ni thorax 9, ko'krak qafasining 9-si shu bo'yin ko'krak umurtqasigacha odatda uchraydi yoki nervlariga taalluqli bo'ladi va bu ham o'sha biz yuqorida o'tdik, TRE1 malformationda shu bilan bog'lanib keladi. Endi albatta less commonly associated, kamdan kam holatda bog'langan, birgalikda keladi. O'sha boshqa malformatsiyalar yoki infeksiyalar yoki o'sha tumor o'smalar yoki travmalar bilan kamdan kam holatda uchraydi. Asosan syringomegaliya uchrashi bu TRE1 malformatsiyasida. Mana bu boshqa malformatsiyalar, infeksiya natijasida tumor o'smalar bilan yoki travma bilan kelishligi bu kamdan kam holatda uchraydi. Bugungi mavzumiz mana shu malformatsiyalar haqida edi. Albatta, kamchiliklar, xatolar, texnik nosozliklar uchun uzr so'rayman. E'tiboringiz uchun